Sizni onalik huquqidan mahrum qilish uchun hamma asoslar yetarli. Shunday qilamanki, Imronni soyasini ham ko'rmaysan boshqa. Tursunboyning singlisi kelib eshikda rosa janjal qildi deydi. Axir shu yerda katta bo'lganman-ku. Bu begona uy emas-ku, meni ham uyim-ku. Seni uying erinigida. Shartta qizini oldi-yu, katta shaharga ketib bordi. Pishirib qo'yibdimi 7 yot begon odamlarning uyida. Yana ajrashgan erkaknikida. Bularni ajrimi haqida sud qarori chiqishi bilan nikohdan o'tamiz. Qadamingni bosma bu uyga. Meniki bu uy. Yigitali ham meniki. Eshitdingmi? Xayr. Yaxshi bor. Aka, nima deganingiz bu? Kirmaysan dedimmi, kirmaysan. Bor uyingga ket. Aka, axir biz siz bilan telefonda gaplashganmiz, to'g'rimi? O'g'limni ham olib boraman dedim sizga. Men mehmon bo'lib ket deganman. Ko'chko'roningni ko'taribmas. Dadasi, uyga kirib gaplasha qolinglar. Qo'shnilar eshitdi. Ko'char! Bor ichkariga kir. Tavba qildim, men nima jin urdi? Hech bo'lmasa buguncha qolib turay aka. Jon aka. Ertaga bafurcha gaplashamiz aka. Axir shu yerda katta bo'lganman-ku. Bu begona uy emas-ku, meni ham uyim-ku. Seni uying erinigida. Ket. Ket. Aka, unaqa qilmang. Voy, bolam-ey, hammasi chiroyli o'tdi-yu, lekin odamlar ham ajoyibda. Ha, o'zi jo'ja birday jon bo'lsa, Norbota. Ey, 7-chi bolasiga dang'illama to'y qilib nima keragi bor, ha? Qarzga botdi. Jiyaningizni bilasiz buvi. Dasturxon yozishni yaxshi ko'radi. Ha, yozsin. Lekin 300 kishiga emas-da bolam. Keyin nima qiladi keyin? Katta o'g'lini chet elga jo'natadimi? Bor. Pul ishlabki, qarzni yopish kerak deydimi? O'g'li qaytib kelib qarasaki, xotin uyda yo'q. Jonim, Qornim ochdi. bolam. Bu narsa olmaganimni qara. Hozir ozgina chidab turgin. Avtobus kelsin, shaharga yetib olamiz, bolam. Taksida ketaylik. Bolam, kech bo'lganda odam qo'rqadi-da. Sabr qilib turgin. Voy, ana kim bo'ldi bemahalda? Kim? Biznikilarga o'xshatmadimi, bolam? Kimni aytyapsiz buvi? Ha, ana bekatda o'tiribdi-ku, ona bola. Avtobus kutib o'tirishgandir-da. Voy. Ha, shu paytda avtobus yurar ekanmi? Qaytar. Hozir buvi. Hay qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, avtobus ertalab keladi. Yo'q-e. Bola sovqotib ketibdi-ku. Keling, mashinaga o'tiring, yo'lda gaplashamiz. Yigitali? Chiq, yuklarni joyla. Ke bolajonim, ke.
Sizlarni ovora qilib qo'yamizmi? Hech ham ovora qilmaysizlar. O'tiring, keling. Bularni ham yukini olib oling. Xolisani qiziman deng. Ha, jannati ayolidir rahmatli. O'zim qo'yavering. Bular necha o'g'lim? Ichkariga olib kirgan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Baroqa bolam. Siz qizim akangizdan xafa bo'lmang. Ha, endi bir tushunmovchilik bo'lgandir-da. Tun o'tsin, tong otsin. Ertaga xotirjam gaplashib olasizlar. Qani, yura qol girgitton. Issiqqina navbat choy qilib beraman. Asalim, qani, yuringlar ichkariga. Kiraveringlar. Oyi. Oyi. Suv. Imron? Ha, o'g'lim. Qo'rqdingmi, bolam? Ustingni ochib tashlabsan-ku. Oyi. Voy. Voy, Imron. Imron. Meni qo'rqitmagin, bolam. Voy, yonyapsan-ku, bolam. Suv. Hozir. Bolam, hozir sen yotib turgan. Hozir suv olib kelaman. Voy, Xudoyim, o'zing asra bolamni. Oyi. Jim yot, qimirlama. Ingillama. Voy, O'g'il bola yig'lamaydi. og'riyapti. Ana bo'ldi. Polvon bola ekansan u. Rahmat opajon. Shamollaganmikin-a? Hozir tushib qoladi isitmasi. Lekin baribir tomog'ini ko'rsatinglar doktorga. Baraka toping, Sanobar poshsha. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Meni ham bir qon bosimimni o'lchab qo'yarsiz. Dilso'z qizim, siz bir ish qiling. Oshxonada guruch turibdi. O'shandan yarim hovuchini suvga solib qaynatishga qo'ying. Yog'g'on xo'rda ming dardga davo bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Shu desa Sanobar poshsha kecha to'yga boruvdim. Tepa qishloqda jiyanim 5 to'y qildi. Voy, shu sozandalarni shundoq burnin tagida o'tirib qolmanda. Ta'sir tusur dang'ir dung'ur tuni bilan boshim og'rib chiqdi-ya. Yorilib ketay dedi. Xola, bu anavi Jafar bugalterni shaharga uzatib yuborgan qiz emasmi? Ha, o'sha? Iye, siznikidan nima qilib yuribdi? Ha, kecha yo'lda ko'rib qoluvdik. Oxirgi avtobusdan qolib ketishgan ekan. Akasi sig'dirmabdimi? Boya mahbiratni ko'rdim. Voy, boshlandi. Tursunboyni singlisi kelib eshikda rosa janjal qildi deydi. Shuni aytibdi-da. Uy talashibdimi-yey? Ko'zi och odamlarni. Ha, qaynatan kimsan, vazirmi, alla kim bo'lsa. Ering boyvachcha. Nima ekan shu kambag'al akang bilan uy talashib? O'zi hamchi shu bekorga qishloqqa kelmagan deyishyapti. Qaynatasini seyfini o'maribdimi-yey? So'ramay pulini o'g'irlab yurgan ekanmi? Voy. Xullas, uydan haydab yuborishibdi. Zo'rg'a qochib qutulganmish. Mayli, poshshaxon. Ishingiz ko'pdir. Bora qoling. Ha? Qon bosimingizni o'lchab qo'ymaymizmi? Rahmat, rahmat. Boshim qo'yib yubordi. Yaxshi boring. Kerak bo'lsa chaqirtiraman, bora qoling. G'iybatchi. Iya. Idish yuvishga kirishib ketdingizmi?
Ha, to'planib qolmasin dedim-da. Ovora bo'psiz-da qizim. Baraka toping. Bu uylarning ahvolini ko'rib ustimizdan kulgandirsiz, qizim. Yo'q, nega kulaman? Unaqa demang. Aybga buyurmang. Shu keyingi paytlarda ro'zg'or ishlariga hech kuchim yetmay qolyapti-da. Guruch qayerda edi? Ana shu tepani oching. Xo'p. Ha, o'sha yerda. Piyoz bilan sabzi ham soling, issiqlik. O'g'lingizga ichirasiz. Yaxshilab bir tellasa, ana shu bilan shamollashlar chiqib ketadi, xudo xolasa. Qizim, Labbi. akangiz bilan gaplashdingizmi? Nima deyapti? Yo'q, javob bermadilar. Ha, mayli. O'ziga kelib qolardi. Yuzma-yuz gaplashgan boshqa lekin qizim. Ha, oldilariga bormoqchiman. Mayli. Oldin o'g'lingizga qarang. Sal o'ziga kelsin. Gaplash qo'shib ketmaydi, qizim. Akajon. Alo. Voy kelin. Baribir bilganingdan qolmabsan-da, ha? Nima degandim senga? O'zing istagan ko'ringga taf bo'l, lekin nevaramni oldimga olib kelib qo'y. Tushundingmi? Oy, eshityapsanmi? Dadajon, o'g'lim siz men qanaqa qilib yashayman? Gap qaytarma. Yo yaxshilikcha aytganimni qilasan, yoki bilasan-a meni. Kerak bo'lsa seni ham jinnixonaga tiqib yuboraman. Eringni orqasidan. O'zingcha zo'r bo'lib qolgan bo'lsang ham, o'ynashmagin men bilan. Gapimni tushundingmi? O kelin, Imronxon, bugunoq uyimda bo'lsin, tamom. Assalomu alaykum, buvi. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding, bolam. Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Xudoga shukr, o'tiribman, bolam. Bolam, ana sochiq ilingan, sochiq qard. Yangilik-ku. Ha, baraka topsin, dil so'z olib chiqib qo'yibdi. Nima, hali ham ketishmadimi? Yo'q. Boyaq bolasini isitmasi yaqinda tushdi. Keyin akasi ham telefoniga javob bermadi. Tavba. Odam degan ham shunaqa jigarini ko'chaga haydab qo'yar ekanmi, a? Endi oralardan nima o'tganini bilmaymiz-ku, buvi. Va biror sababi bordir-da. Ma, choy ich. Ma. Issiq. Ovqating issiq, tayyor. Suzilgan bola. Oshxonada. O'zing olib kelib aloqa bola. Sal turib yeyman. Boya qaynotasi qo'ng'iroq qilgandi. Biram vajohati yomon. Eshitib-oq etlarim jimirlab ketdi. Ko'rganda qanaqa odam ekan u? Birovni gapini poylaydigan odatingiz yo'q edi-ku, buvi. Poylamadim. Ha, shundoqqina yonimda gaplashdi-da bola. Shu menimcha-chi, bu Dilso'zni boshiga bir tashvish tushgan. Qaynotasi o'g'limni jinnixonaga tiqqanman. Seni ham jinnixonaga tiqaman dedim-ey. Qiz bechora rosa yig'ladi. Rahmim keldi bolam. Xudoni rahmi kelsin, buvi. Ha.
Yigitali. Jon bola. Ke, choy qo'yib beraman. Piyolayni ber. Shu yuvdimasang Dilso'z bolasi bilan bizkida turib tursa. Ha, akasi bilan kelishib olguncha deyman-da bolam. Boshqa boradigan joy yo'q shekilli-da. Yonida yosh bolasi bilan shaharga qaytsa, menga qara, ana qaynotasi biron bir ziyon yetkazmasin deb qo'rqyapman. Hosillar qalay bo'ldi? Mo'ljal boshqacha edi. Bu yil kam bo'lib qoldi-da. Ha, barakasini bersin. Ha, iloyim. Aytganingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Menga ham ikkita non bering. Bormisan Yigitali? Mahallada ko'rmaydi desam, sababi bor ekan-da. Yurimiz aka, ishlab. Shunaqa-de. Ha, pismiq. Loqal 3 kalla qand. 4 so'm pul bilan ham dasturxon yozmaysanmi? Qanaqa 3 kalla qand? Ha, bildirmay uylari borgan ekansan. Rostdan ham ana bu Tursunboyni singlisini xotin qilib oldingmi? Rozi bo'ldimi? Siz yeganmisiz? Menmi? Voy. O'rgildim, nondan sol. Aniq uylab olgan bu pismiq. Ber. Ziqna. Manzuraxon bilan ham rosa kirdi chiqdi qilardik. O'rni bilinyapti qurmoq o'rni. Mayli chiqing uyga, gaplashib o'tiramiz. Xo'p. Rahmat, chiqinglar. Buvijon, issiq choy damlab kelaymi? Limon yoki yalpiz qo'shib damlaymi? Yo'q, rahmat. Qizim, birpas o'tiring, sizda gapim bor. Labbay, ishdaman. Dilso'zxon, men to'g'risi odamni orqasidan gapirganlarni yoqtirmayman. Gap terishni ham yomon ko'raman. Shuning uchun o'zingiz bilan ochiq gaplashmoqchiman. Xo'p. Nevaram bilasizmi nimaga xotini bilan ajrashgan? 3-4 yil oldin Yigitalining boshiga tashvish tushdi. Bir ishga pul tikdi, kuyib qoldi. Birovdan yordam so'ramadi. Hatto ota-onasiga ham bildirmadi. Bolaligidan men bilan o'sgani uchunmi, juda ham mustaqil, g'ururli bola. Xotini Manzura o'sha paytdagi qiyinchiliklarga umuman chida olmadi. Toshkentga ketaylik, katta shaharda osongina ish topamiz deb turib oldi. Yigitali ko'nmadi. Ochiqrog'i meni ko'zi qiymadi. Bo'lmasam qancha aytdim, ketaver. Onang bor, xolang bor, boshqa nevaralar bor. Galma-gal xabar olib turadi dedim. Unamadi. Ana shundan keyin kelin shartta qizini oldi-yu, katta shaharga ketib bordi. Na ruxsat so'rash bor, na xayr xo'sh. Yigitali bo'lsa to'nini teskari kiyib oldi. Bunaqangi o'zboshimcha xotin menga kerak emas dedi. Mana asta-sekin ishlari yurishdi. Lekin xotini qilgan ishni kechira olmadi. Ya'ni demoqchimanki, Manzura yo'qchilikka chidolmasdan uydan chiqib ketdi. Siz bilishimcha obro'li, e'tiborli, katta dargohga, o'ziga to'q xonadonga kelin bo'lib tushgansiz. Sizni nima majbur qildi uydan ketishga? Agar juda aytolmasangiz, mayli. Majburmasiz. Gapingiz to'g'ri. Judayam obro'li xonadonga kelin bo'ldim.
Rahmatli dadamni uzoq qarindoshlari bo'lgan. Xo'jayinim Imronning otasi oilasida yolg'iz farzand. Ularni bolaligidan rosa ham erkalatishgan. Pul ko'p, nazorat yo'q. O'spirin payti giyohvand moddalarga o'tirib qolgan ekan. Bizga buni to'ygacha bildirishmagan. O'g'lim Imron 3 yoshga to'lguncha hech ham gapirmagan. Bolam bir umr so'qov bo'lib qoladimi deb rosa qo'rqaman. Xudoga shukr. Keyin yaxshi bo'lib ketdi. Xullas, dadajon, qaynotam rosa ham ko'p harakat qildi. O'g'lini davolatishga urindi. Erim uydan qochib ketib, oylab uyda bo'lmasdi. Qaynotam allaqayoqlardan topib kelardi. Oxiri qaynotam o'g'lini ruhiy kasalxonaga joylashtirdi. Mana shunaqa hayotga 7 yil sabr qildim. Qaynonam ham siqilaverib kasalvand bo'lib qolgandilar. Ularga ham qaradim. Juda ham mehribon ayol edilar. Biz bir-birimizga dardkash bo'ldik. Rahmatli yarim yil oldin o'tib qoldilar. Shundan keyin meni uyda yashashimdan ma'no qolmadi. Shunga ajrashib qishloqqa qaytishga qaror qildim. Xo'p. Vaziyat bunaqa ekan. Qaynotangizdan bilarkan o'g'lin ahvolini. Nega unda sizlarni qaytarishga urinib janjal ko'taryapti? Bizni emas. Imronni. Qaynotamning yolg'iz umidi shu nevarasi Imrondan. O'g'lini esa yo'lga solishga ko'zi yetmaydi. Endi Imronni o'zi istagandek tarbiyalab voris qilmoqchi. Lekin men Imronimni o'sha yerda yaxshi inson bo'lib yetishishiga hech ham ko'zim yetmayapti. Nega? Bilishimcha, qaynotamni topgan mol dunyosi asosan porani orqasidan. Halol emas. Tushunarli. Unda qizim, to'g'ri o'ylabsiz. Aka, Qishloqda bosh ko'tarib yura olmay qoldim-ku. Nimaga meni sharmanda qilyapsan? nima qildim aka? Nima qildim? Pishirib qo'yibdimi 7 yot begon odamlarning uyida. Yana ajrashgan erkaknikida. Kechirasiz aka. O'sha 7 yot begonalar singlingiz bilan jiyaningizga boshpana berdi. Ko'chada qolmasin shu bechoralar dedi aka. Bechora? Yaxshi ham 3 qavatli uylaring bor, qasrdek. Bor ana erinikiga. Aka, sizni ko'zingiz faqat dang'illama hovli-yu mol dunyoni ko'radi, shunaqami? 8 yildan buyon biror marta so'radingizmi? Singlim, sen o'sha qasrda baxtlimisan yoki bo'lmasam hayotingdan mamnunsan dedingizmi? Ularga kelin kerak emas. Ularga faqat voris tug'adigan va uy ishlarini qiladigan cho'ri kerak. Ular meni odam o'rnida ko'rmaydi aka. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. To'qlikka sho'xlik deydi buni. Bo'pti, meni ishim ko'p. Aka,
Sizga maslahatim Bektosh Nurmatovichni shartlariga yaxshilikcha ko'ning. Ko'masamchi. O'zingizga o'zingiz muammo orttirgan bo'lasiz. O'ylab ko'ring. Uyingiz bormi? Yo'q. Ota hovlilar akangizga meros qolgan. Sizga emas, to'g'rimi? Daromad manbaingiz ham yo'q. Biror kasb hunaringiz ham yo'q, shunaqami? Demak, sizni onalik huquqidan mahrum qilish uchun hamma asoslar yetarli. Tushunmadim. Qanaqasiga? Nega axir? Imron meni o'g'lim-ku. O'zingiz bilasiz. Qaynotangizni qo'li hamma yoqqa yetadi. Qilaman deydigan bo'lsa, ana o'zlari ham telefon qilyaptilar shekilli. Alo, Labbay, Bektosh Nurmatovich. bordingmi? Ha, shu yerdaman. Mana yonimda turibdi. Ovozini chiqar. Ko'p bo'ladi. Mana, Ovozini chiqar dedim senga. chiqardim Bektosh Nurmatovich. Eshityaptimi? Gapiravering. Ha, menga qo'ng'iroq qilsam javob bermaysan-ku. Men bilan o'ynashyapsanmi? Dilso'z deyapman. Asad, meni eshityaptimi anavi megajon? Eshityapti. Oxirgi ogohlantirish. Eshityapman. Yo nevaramni o'zing yaxshilikcha uyga olib kelasan, yoki shunday qilamanki, Imronni soyasini ham ko'rmaysan boshqa. Gap tamom. Tushundingmi? Bo'pti. Mana o'zingiz eshitdingiz. Uzr. Siz kim bo'lasiz? Sizchi? Men shu uyning egasiman. Dilso'z Pardayeva sizga kim bo'ladi? Nima sababdan sizni uyingizda yashayapti bilmadim-u. Men buni qaynotasi Bektosh Pardayevning advokatiman. Gap shundaki, Bektosh Nurmatovich nevarasi Imronni Eshitdim. Xo'p, men-ku huquqshunos emasman. Lekin bilishimcha, jiddiy sababsiz bolani onadan ayirishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin Pardayevaning na uyi, na moddiy imkoniyati Bor. Uyi ham, imkoniyati ham bor. Mana shu uy Dilso'z va uning o'g'liga ham tegishli. Nima? Chunki men biz yaqinda turmush qurmoqchimiz. Yo'q. Shunaqa. Qachon? Bularni ajrimi haqida sud qarori chiqishi bilan nikohdan o'tamiz. Xo'jayinizga aytib qo'ying. Yerim, dehqonchiligim bor. Bitta oilani bemalol boqa olaman. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Biz bir maslahatlashaylikchi. Nimasini maslahatlashasiz? Men qaror qabul qilib bo'lganman. Dilso'z, uyga kir. Ovqating tayyormi, bo'la qol. Kechirasiz-u, bu ayol hali eri bilan ajrashmasidan bu musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi-ku. Birovni guldek qizini bila turib, narkoman o'g'liga olib berish, zo'rlik bilan bolani onadan tortib olish. Bu musulmonchilikka to'g'ri keladimi, janob advokat? O'rgildim. To'xtang. Rahmat. Uzr. Sansirab gapirdim. Bo'lmasa ishonmasdi. Aka. Assalomu alaykum. Dili. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Dili? Yaxshi. O'zingizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzukmisiz aka? Bo'ladi. Singlim, tinchmisizlar? Qaynotang odam yuborganmish. Imronni tortib olmoqchi ekanmi? Kechir. Bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Menga yaxshilikcha hal qilamiz degandi. Nimani aytyapsiz o'zi? Shu sizlarning masalangizni-da. Men ham ahmoq bo'lib,
kelishingdan oldin menga qo'ng'iroq qildi. Shunaqa. Singling qishloqqa ketdi. Sen uyga kiritma, orqasiga qaytarib yubor. Meni shu ikkalasidan boshqa hech kimim yo'q. O'g'lim endi baribir odam bo'lmaydi. Merosxo'rlarim, kelinim bilan nevaram. Faqat yonimda, ko'zimda oldida bo'lishsa bo'ldi degandi. Akajon, nega menga shuni oldinroq aytmadingiz? Endi yaxshi gapirsam, ketmayman deb o'tirib olma. Issig'ida uyingga qayta qol degandim-da. Tavba, eshikdan haydaba. Meni to'g'ri tushun. O'zingga ma'lum. Qo'lim kalta. Ro'zg'orni ham arang tortaman. Seni o'g'ling unaqa hayot ko'rmagan. Sen ham shahardagi qulayliklarga o'rganib qolgansan debman. Xayolimga kelibdimi? Qaynotang Imronni tortib olaman deyishi. Mayli aka. Qo'ying. Bo'lar ish bo'ldi endi. Kattakon bo'lsa o'ziga. Qo'rqma, mana men borman. Senlarni xafa qildirib qo'ymayman. Rahmat akajon. Mayli. Yangamga salom ayting, xo'p? Shoshma. Sen narsalaringni yig'ib tur. Sal turib mashina topib o'taman. Sizlarni olib ketaman o'zimizni uyga. Xo'p akajon. Qo'lingdagilar og'rimasmi? Yordam beraymi? Yaxshi aka, og'irmas. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p akajon. Ha, gap bu yoqda ekanda. Ha, buvijon, o'zim ham hayron bo'lgandim. Axir akam bunaqa odam emas edilar-ku, mehribon edilar. Nega birdan o'zgarib qoldilar deb. Ha, endi u ham o'zicha jigarlarimga yaxshi bo'lsin. O'sha uyda muhtojlik bo'lmasdan to'kin sochin yashasin deb o'ylaganda qizim. Sizlar uchun qayg'urgan. Buvijon, odam faqat to'kin hayot bilan emasda. Yoki bo'lmasa, yaxshi yeb ichgani bilan baxtli bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ha, bu gapingiz ham to'g'ri qizim. Avvalo ko'ngil xotirjam bo'lish kerak. Yaqinlarimiz sog'-omon bo'lishsin. Agar yaqin insonning o'zi yo'q bo'lsa-chi? Ana, akangiz kelganga o'xshaydi. Ha. Imron o'g'lim, eshikka qarachi, tog'ang keldilarmi? Hozir oyi. Buvijon, balki nevarangiz safardan kelgunlarcha ketmay turarmiz, a? Bir o'zingiz yolg'iz qolasizmi? Mendan xavotir olmang qizim. Men o'rganib ketganman. Mayli, unda yoningizga kelib turamiz. Ruxsat berasiz-a? Voy, bemalol qizim. Eshigimiz siz uchun har doim ochiq. Xo'p. Buvijon. Rahmat sizga. Hammasi uchun rahmat. Yigitali akaga ham meni rahmatimni yetkazib qo'ying, iltimos. Buvijon, bizdan rozi bo'ling. Mingdan men roziman qizim. To'sh qizim. Mang. Nima bu kenayi? Ko'rmisiz? Pul? Qo'shingizni. Betonkada tushib qolaman deb mahalla ichigacha olib kirtdiz-ku. Boshqa pulim yo'q. Boriga shukr qilish kerak odam degan. Chamadonni olib bermaysizmi, yigitni guli? Avoling o'zingiz kerak bo'lsa. Tavba qildim. Erkakmish yana. Ol. Hayda mashinang. Baloning teshik bir. Farosati umuman yo'q ekan.
Yur. Kelavering, eshik ochiq. Syurpriz. Manzurami? Iya, Buvijon, Zarina qizim. buvijon. Voy jonim qizim. Voy girgittonim. Assalomu alaykum. Biz keldik. Va alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. O'rgilay sendan Zarina qizim, qizalog'im. Alo. Alo, Dilso'zaxon, men Nurxon ammangizman. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Va alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Dilso'za. Akam Bektosh akamni berib qo'ydik. Nima? Ertaga bomdodga chiqarishmoqchi. Yetib kelolsangiz yaxshi bo'lardi. Kesam yo'q ekan. Bilmasam. Lashlushi ham yo'q-ku. Shuni ayting, Sanobar opa. Yaxshi ham xabar berdingiz. Bo'lmasam, bilmay yuraverar ekanman. Eri berib qo'ygan ahmoq yo'q. Uyni ham. Hali kelsa, o'zi bilan yaxshilab gaplashib olaman. Hozir o'zim qilib xo'p? Buvijon. 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 Sizga issiq ovqat olib chiqqandim. Dahlizdamisiz, buvijon? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kimsiz? Menmi? Shu uyi bekasiman. Yigitalining xotini. Xo'sh, xizmat. Haligi buvijonga issiq ovqat olib chiqqandim. O'zim berib qo'yaman. Bu joningizga. Siz bora qoling. Yo'lingizdan qolmang. Chaqqon. Haligi men buvijonni ko'rmoqchi edim. Bu joningiz uxlayaptilar. Gapim bor edi. Ay, 7-tushini ko'ryapti. Tushunarlimi? Qadamingni bosma bu uyga. Meniki bu uy. Men bilan qizimniki. Yigitali ham meniki. Eshitdingmi? Eshityapsanmi? Senga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Ilintiraman deb ovora bo'lma. qo'yvoring. Hech kim ilintirmoqchi emasman. Kimdir keldimi? Siz qo'shamasmi? Yo buvijon. Endi sur bu yerda. Sur. Jo'na. Gadoylar yurishgan ekan. Sadaqa so'rab.
buvijon. Imron. Dilso'z. Imron. Kela qol. Qara senga nima olib keldim. Imron. Assalomu Imron. alaykum dadasi. Mehnatkash dadajonimiz o'zimizni. Xizmat safaringiz yaxshi o'tdimi? Sen? Yaxshi keldingizmi? Zarina, kela qol. Qizim, qara. Senga nima olib kelibdilar? Xuddi bilgandek. Voy. Shkolat olib keldingizmi? Rahmat. Esingizda ekan-da. Qanaqasini yaxshi ko'rishim. Kela qol qizim. Sizga nima bo'ldi? Begim, kiring. Nima qilib turibsiz? Mayli. Men choy tayyorlab qo'yaman. Kirarsiz, a? Zarina. Dadang keldilar. Chiqa qol. Mana choy. Hozir. Ona qizim o'zimni. Qalay? Maktablar tugadimi? Chorak baholar qalay bo'ldi? Har xil. Yaxshi o'qiydi dadasi. Juda ham yaxshi. Mana masalan, rasmdan hammasi 5. To'g'rimi qizim? Men buvijonimga ko'rsata qolay. Mayli, bora qol qizim. Xo'p. Nechuk? Qaytib kelibsan. Yurganding Toshkentda maza qilib, Qurib ketsin o'sha tosh shahri. O'z uyim, o'lan to'shagim. shunaqa-de. Menga qara Manzura. Rostdan ham bez bo'lib borsam, yana hech narsa bo'lmaganda yashab ketaveramiz deb o'yladingmi? To'ppa-to'g'ri. Majburmiz shunga. Chunki o'rtada qizimiz bor. Zarinaga ham ota, ham ona kerak. Yo'q-e. 2 yil oldin qarshiligimga qaramasdan qizimni shaharga olib ketganingda ota kerak emasmidi? Ha? Dadasi, qo'ying endi. Eski gaplarni kovlamang. O'tdi ketdi. Endi yana ahil oila bo'lib yashaymiz, a? Yo'q. Iloji yo'q. Biz hech qachon ahil oila bo'la olmaganmiz. Bundan keyin ham bo'la olmaymiz. To'xting. O'shani debmi? O'sha dil so'zni deb bizdan voz kechyapsizmi? Men qizimdan emas, sendan voz kechyapman. To'g'rirog'i voz kechib bo'lganman.
Uni qaytarishing kerak, bolam. Qanday qilib buvi? Bir marta pand bergan, yonimda turolmagan ayolni nimaga qaytarib yashashim kerak? Manzurani aytmayapman, bolam. Yashirishga ming harakat qilganing bilan, ichingdagini bilaman-ku, bolam. Dilso'zda ko'ngling bor-a? O'ziga ham, o'g'liga ham mehring tushdi. Nima deyapsiz buvi? U yerli ayol bo'lsa, Sudga ariza bergan. Ajrashish arafasida. ajrashgani bilan u qayoqda-yu, men qayoqda? Boshiga uradimi mendek oddiy bir dehqonni? Sen buni uni o'zidan so'ra. Ochiq gaplash. Ana undan keyin xulosa qilasan, bolam. Bu bo'lmaydigan savdo bu. Men Xudoyim ko'nimga solganini senga aytdim. Sen ham qalbingga quloq sol. Bolam. Yuraging nima desa, shuni qil. Yo'q, ular ketishdi. Qachon, qayoqqa ketishdi? Hozir yaqinda. Toshkentga, o'zlarining uylariga ketishdi. Avtobusda ketishdimi, bekatga chiqib ketishdimi? Yo'q, taksida ketishdi. Rahmat yanga. Uchirishini. Tinchlik bo'lsin. Esini yeganmi bu? Dilso'z Imron tushinglar. Bular men bilan ketadi. Nima gap o'zi? Bilasizmi? Har safar o'zimizning uyga borganda dadam, oyim, singillarim, kichkina ukam hammalari birga bir dasturxon atrofida yig'ilib gaplashib, kulishib o'tirganlarini ko'rardim. Ularga havasim kelardi. Men ham o'sha yerda qolgim kelardi. Lekin ichimdagini hech kimga bildirmaganman. Chunki agar buvimnikiga qaytib bormasam, bir o'zlari mensiz qiynalib qolishlarini juda yaxshi tushunardim. Men oldimga
ulkan maqsadlar qo'yganman deya olmayman, Dilso'z. Xudoyim bergan halol rizqqa qanoat qilib yashaydigan yigitman. Birovdan oldin, birovdan keyin. Lekin bir orzuyim bor. Har doim katta, ahil oilam, meni tushunadigan umr yo'ldoshim bo'lishini, uyim, farzandlarim kulgusiga to'lishini istayman. Sizchi, Dilso'z? Kuyovni onasiga mana buni qo'ysak bo'larmikan? Yo'q, qudaga yatoviy qo'yamiz. Ko'ylakmi, abayami? Buni xolasiga bersa bo'ladi. Xo'p. Unda mana bu ro'molni qo'ysak bo'larkan, rangiga moslab. Bo'ladi. Ha, Arofat. Ana betayi Manzurachi qizini Yigitaliga tashlab ketganmishmi? Dilso'z bechoraga qiyin bo'larkanda. O'gay qizi kun bermasa kerak. Ha, yo'q, nega unaqa deysiz? Hali norasida-ku. Ha, nima ziyoni tegadi? Keyin kuyov bola bilan jiyaningiz gapni bir joyga qo'yib, qizni o'zimiz katta qilamiz deyshibdi. Ha, yaxshi. Unda yaxshi. Kelyapti. Charchamadinglarmi? Keling, Yaxshi kel o'tiribsizlarmi? Ke. Sizlarga muzdekkina kompot olib keldim. Rahmat, baraka top Yashang. qizim. Dilso'z, siz telefoningizmi? Ha, hozir. Men qo'yib beraman. Mana. Rahmat. Marhamat. Labbay ishdaman. Advokat Narimonovman. Ishdaman. Siz bilan uchrashib, gaplashib olishimiz kerak. Nima masala bo'yicha? Farzandingiz Imron Pardayevga taalluqli. Nima? Ha, bir yo'la sud najrim qog'ozini ham qo'lingizga berib qo'yaman. Xo'p, Menda turibdi. rahmat. Bu yoqqa qilgin yashilni. Xo'p, opa, harakat qilyapman. Mana bunaqa qilibmi? Ha, to'g'ri. Endi sarig'ini qil. Mana qilyapman-ku. Siz o'rgatmang, o'zim qilaman. Nima bu? Bu Imronning kelajagi. Buvasi uyni, hamma mol-mulkni Imronga meros qilib qoldirgan ekan. Ha, yo'q. Xayrli bo'lsin. Nima bo'ldi? Qani menga qarang-chi. Sizlar endi Toshkentga kelib yashasanglar kerak, ha? Nega ekan? U uy Imronniki-ku. Katta bo'lgandan keyin nima qilishni o'zi hal qiladi. Men bo'lsam, bo'lajak turmush o'rtog'imni uyida yashamoqchiman. Ha? Yoki qarshilar bormi? Yo'q. Qarshilar yo'q. Mendan osonlikcha qutulaman deb o'ylaganmidingiz? Ha, endi. Bekorlarning 5 tasini aytibsiz. Buni qarang. Qani? O'zim qildim. Barakalla.
Zo'r teribsan. Qaranglar, zo'r teribdi. Meni ham o'yinga qo'shasizlarmi? Ha, qo'shamiz. Albatta qo'shamiz. Yoki qarshilar bormi? Yo'q,